Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Alloh taologa hamdlar bo'lsinki, u zot bizga iymonni ne'mat qildi. Qur'onni hayotimizga nur qilib tushirdi. Namozni qalblarimizga suyanch qildi. Inson qalbi tinchlikni, solih amallarda, xotirjamlikni, zikrda, umidni, duoda topadi. Shu ulug' lahzalarda qo'l ochib, Robbimizdan yaxshilik so'rash eng go'zal ibodatdir. Keling opa-singillar, chin dildan duo qilaylik. Ey Allohim, bizlarni solih amallarga yetakla. Qilayotgan har bir yaxshiligimizni sen rozi bo'ladigan amallardan qilgin. Niyatlarimizni pokla, qalblarimizni isloh bilan to'ldir. Ey Qur'on nozil qilgan Robbim, kalomingni bizga yod olishni oson qilgin. Uni tartil bilan, tafakkur ila o'qishni nasib etgin. Qur'onni qalblarimizga nur, hayotlarimizga hidoyat qilgin. Allohim, bizga ko'z quvonchi bo'ladigan farzandlar ato etgin. Ularni iymonli, odobli, ilmli qilgin. Farzandlarimizni Qur'on axloqi bilan tarbiya topgan bandalaringdan etgin. Ey mehribon Parvardigorim, ota-onalarimizni rahmatingga olgin. Ularga sog'lik, uzun umr va xotirjamlik ato etgin. Bizga ularning roziligini topishni nasib qilgin. Allohim, rizqlarimizni haloldan keng qilgin. Ishlarimizni barakali qilgin. Qalblarimizni hasad, g'iybat va kibrdan asragin. Bizlarni zikringdan unutmaydigan, shukringni tark etmaydigan bandalaringdan qilgin. Ey duolarni eshituvchi zot, bu dunyoda ham, oxiratda ham bizlarni rahmatingdan ayirmagin. Oxirgi nafasimizni iymon bilan olgan bandalaring safiga qo'shgin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga salovat va salomlarimiz bo'lsin. Duolarimizni shu yerda yakunlaymiz. Keyingi videolargacha Allohga omonat bo'linglar. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosishni esingizdan chiqarmang. Duolaringizda bizni ham duo qilib qo'ying.